Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ko'rgan bo'lsalaring, futbolni ko'rgan bo'lsalaring, fikrlaring bildirib ketinglar. Futbolimiz yaxshi natijalar olib kelmadi, lekin bir tomondan Nursulton Ro'ziboyev 1 yil tanaffusdan keyin zo'r urishdi. Malades O'zbekiston bayrog'ini zo'r ko'tardi. Yana kim urishdi? Saturn Moshni urishdi. Odilxonni urishi to'g'risi yoqmadi, chunki vabshi umuman nol holatda urishdi. Nima balo bo'lgan bular? Pasalmi nima balo? Qanaqadir bir kasal bo'ldi. Urishdimi ko'rgan bo'lsalaring, nol holatda. Undan Tayson zo'r urishyapti. Bobur Abdulaziz vahshiyona urishdi. Futbolimizni haydaqasini yuvib ketishdi. Endi futbol barib futbol. Yutganda zo'r bo'lar edi, xursand bo'lardik. Endi shunday. Tojiboyev bitta marujna yalab kelamiz dedik. Endi mayli 3 ta o'yin o'ynadik. Aka chiqishda o'zi oson emas. 50 yildan beri chiqilmayapti degan davlatlar bor. O'zbekiston chiqib nima bo'lgan taqdirda ham o'z kuchimizni ko'rsatib keldik. Dunyoga tanitib qo'ydik bizni. Hamma sportsmenlarimizga omad.